Bir çok biz kanatlangan Yasayni yeşil dolgan Sadık, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi turdingizmi? Yaxshi. Bu yerga bir ish bilan chiqqanmidingiz? Doktorxonning mashinasida bir og'riqni yo'lga solgandik. Mundaqdan. Endi sizni doktorxonim deydiganmizda. O öz hemriğini etmang de. Biz mi tezrak ilişi olaydı? Ma'qul. Sadık. Qum tizginlash punktiga bormasangiz bo'lmamdi. Ma'qul danga. Bu yerda hech qanday ishni boshqarib chiqib bo'lmaydi. Boshqarib chiqib bo'ladi. Bizning kichik vaqtdagi orzularimiz cho'qim amalga oshdi. Amalga oshdi-ku. Ana, bizning bog'da amalga oshdi-ku. Sadık. Ketkinimiz 2 yıl oldu. Sevinmedingizmi? Bakmi sevindim. Biroq to'limi aldirash bo'ldim. Bir tarafdan dars anglasam, bir tarafdan qumliq o'simliklarning urug'ini yig'dim. Qumli deydi ekansiz. Undan boshqa gapingiz yo'qmi? Bilamsiz. Men kichik chig'imda ko'rgan tushlarimni mush yig'liq kashtlab chiqdim. Bu nima uchun? Buni tushunaman. Rasmi? Sadık. Siz har qitim mush yig'liqni ko'rganda meni eslab qo'ying. İkimizning o'rtaq orzu-armonlarimizning borlig'ini unutib qolmang.
Sadıkka. 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 Kichkina Sadıkka. Kim bo'ldi? Qiziq bir tush ko'rdin. Nima tush ko'rding? Childi bo'stonni ko'rdin. Aras, men sizga bir xotira g'ash kelgandim. Bu sumkalar nimalarni qochlab oldingiz? Bular qumliq o'simliklarining urug'i. Mana. Rahmat. Mana bular qamqoq, yantoq oq tikanlarning urug'i. Sodiq, siz doim qamqoq, yantoq, oq tikanlar deyotgansiz. Meni o'ylabmi qo'ymaydi ekansiz. Kechiring Rayhon. Men ulardan hargiz ayrilmayman. Albatta, sizdan ayrilmayman. Rasmi? Ras. Qizim, sen ulan chaqirib chiqsang ulatdi. Ular fransızlashibsa, set emasmi? O'gizni salqin bo'ladi. Siz yanada kichik vaqtingizdagidek o'gizga chiqishni daraq yomishni yaxshi ko'rdi ekansiz. Qarang, Rayhon. 10 yillik qalaymaqanchilik dasidan nurg'unlig'an munbat etizlarni qum esib ketdi. Shuni demamsiz. Yani höddiga ilish tuzumini yo'l qo'ygandan keyin bu etizlarni hech kim höddiga ilish jur'at qila olmayapti. Qarang, kelgusida mushchalarning hammasi bo'stonliqqa aylanadi. Qani? Chiroyliqmi-ki? Ha. Bizmi uy tuzsak, hamma narsalarimiz bo'ladi. O'zimizning begi, uy jihozlari ko'p vaqt o'tmay sofa, shkaf, rangli televizor, muzlatish shkafi, nalg'u. Shuni danga. Ilanga? Kunda ishdan qaytib, uydagi ishlarimizni tugutib, kechda yana ishlasak, 2 yilga qolmay hamma narsalarimizni to'liqlab bo'latdik. Biroq Aras, hozir hamma ixtisos egalarini almashtirishni yo'l qo'yibdi. Dadam muavin jo'rin, men doktorxonada. Siz nahiyada qiyib qolsangiz ajab yaxshi bo'ladi. Voy, Rayhon. Kechiring. Biz keyin paranlashib olamiz. Sadık. Qara. Sadıqqa, qanday Mana bu bo'lamiz? bizning pikapmi? Volkovoydan qilishmaydi.
Mana bu dadangning yurak qini. 10 necha yil qumliq bilan elishib to'plagan qimmatli tajribalar. Dadang haqiqatanmi tepilg'usiz yaxshi kishi edi. Qum tezginlash mutaxassisi desakmi bo'ladi. Biroq dadamning yozganlarini endi tushunyapman. Dadam sızgan bu xaritida yeşil to'sma barpo qilish orqali Alvasti o'chig'ining shimoldagi qumni to'sashni ko'zda tutgan. Biroq bu yeşil to'smani qandoq asrashni? Uningga ulguramidi. Jon uzish oldida meni taqozolik bilan kutgan. Men oram ulguribdiman. U eng og'ir tinig'i bilan menga qamqoq urg'i yig'ishni toplagan. Hayramatli. U ozdat totmidi. Hey, Memtika. Sizning mingiz zaxmlangan tursa, doktor nima degan? Araqsiz bo'lmaydi. Doktor buni doim ichib turing degan. Kunda necha qitim ichganda ondan 10 yillik ofatning qoldirgan jarohatlarga taqobil to'g'ri bo'ladi. Madaniyat inqilobi degan shu ofat beshimizga nima kunlarni samidi? Bolam, o'tgan kunlar uchun pog'on chekayverib, qonatimizni bo'g'ib qo'ymaylik. Biz yanada mush qumliqning burkutlari. Uçmay bombaydı. Dadangning qamqoq deganning ma'nosini tushundingmi? Endi tushundim. Mumkin qadar qamqoq terish kerak. Uning yıldızlar orqali qum barxanlarini muqimlashtirg'il bo'ladi. Bu yergacha? Bu yerga mevli ko'chat tikish kerak. Mandaqda. Sen 2 yil sirt qaniyab tatliq narsani o'ylaydigan bo'lib ketibsan-da. Qarang. Mana bu tatliq emas. Ochiq chuchuk nishoning yov uzumi. O'zimizda tatlig'i bor. Mana bu üzüm. Mana bu qurg'oqchilik chidoshlik beradigan üzüm. Yana qurg'oqchilik chidoshlik beradigan bir necha tut olma ko'chiti ay bo'lib rasmiy beg'imizda meva verdi. Buni uzundan buyon o'ylab o'tdim. Orman belvig'idagi qum etizlarga qurg'oqchilik chidamliq meva ko'chatlarini terib, ekinzorlik aylantirib, deb baraqsan yap-yeshil sepil barpo qilib, shamol eg'izini ching etib etsak, bakmi yaxshi bo'ladi. Ko'nglingni yanala mush punkt band qilib olibdi-da. Men taxi Rayhonga band bo'lib ketib, bu punkt kemmay qo'yamdiki deb ansirgandim. Meni boshqa yoqqa bilib o'tamiya. Hozir islohot elib berilib o'tadi. Kasbiy xodimlarni yo'tkab ishlatishga bo'ladi. Seni o'rmon barpo qilish texnik qatorida nohidan talab qilsak cho'qim unaydi. Oldi chiqqan quloqdan keyin chiqqan muz eshib ketadi degan gap emasmi? Bolam, endi gap sizlarda qoldi. Men ishga tutib turgan ziyoli yoshlardan bir nechini olsaqmikin deyapman. Bo'ladi. Ishimiz bo'linib harakatlanayli. Bo'ladi, shunaqa qilaylik. Qadr, hozir. Yaxshi. O'zingizmi ya? Qandaqga? Yomon emasga. I like
Hey, Ay, Qadir. Bu Aliyakanın ödüge alğan üzümlüğü. Nemişke uğurlaysız? paşa kız. Yaxşı adamga qarchaplaman. O'g'ri degan qo'li bilan oladi. Mening qo'lim yanchug'imda tursa. Yemang, 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 yemang. Hey, 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 hey. Yemang. Yemang. Sıra. Voy. Qo'lim tatdi, qo'lim. Qo'lim tatdilan deyman. Qarab tushirdim men. Qo'lim tatdi. Ha, unda qilma. Voy. Ben qo'lim tatdilan. Qo'lim tatdilan. Akilim. Pis bulang. Qo'lim tatdilan. Akilim. Pis bulang. Mana. Akilim. Sıram. Oldu mu? Yana sıkıştıran. Hey Kadir, işe karvız geldi. Hey Kadir. To'xta. To'xta. To'xtab turing qizlar. To'xta. Hey, menda boruğunuzu to'xtatmaysiz. Hey Kadir, to'xta. Sıram. Ey qizcha, mamtikamni tanamsiz? Sodiq degan bolni-chi? U oliy maktabni bitadimi? Bo'ldi, uni gap qilmang. To'qeti men rasmiy xizmat taqsim qildi. Nima xizmat? Pul to'lmay uzum yeydigan xizmat. Tumshug'ingizni ushlaysiz-ku. Rostga qilyaptimi? Rost shunda xizmat bormi-ki? Rostmi-chi? Tikkan tal ayvog'andan keyin tunjili tushgan uzumni bekorga yeydi ekanmiz. Tavizim bormi-ki? Borka. Andaq bo'lsa, men billa boray, bo'lamdi? Bo'ladi. Ikkimiz birga Mahmudkam degan odamdan yotig'ini topaylik. U kishi punktning boshlig'i ekan. Sodiq, bag'ringiz ajabim qattiq ekan. Tuzuk xo'shlashmaylik ketib qoldingiz. Mana yana keldim-ku. Sodiqqa datsiga o'xshash qumliq mastonisi bo'pti. Hozirgi yoshlar rahat rakalarga
ne çıkıdığa yerlerge berishni o'ylayapsa. Sodiq degan bir nima? Biroq Sodiq ko'z oldimizda cho'ng bo'lgan yaxshi bola. Qizimizning tomirining nega soqiyotganligini bilmayyotamsiz. Punktunuz qurib ketsin. Men o'lsam uyga bormayman. Undaqda bizning ishimiz yo'q. Men sizning ko'nglingizni mayl qilolmagan bo'lsam, ixtiyoringiz. Bu Obdan qizim, undaq qilma. Mening yurak bag'rim ezilib ketdi. Muhammad akang at punktga ketdi ekan. Bularni uningga apirib bergin. Abba qizim, Sodiqni o'zing uzitib qo'ygan da'vatimi? Tura. içindir Gönlüm yerim
Perişanım. Halim yok. Kızcak, isminiz nima? Onun ismi Ayşe. Niye? İşiniz olmasa onundan gap sorma. Nimişki onundan gap sormandaydı? Gap so'ramang degan keyin gap so'ramang. Sorsam nim bo'pti? Nima bu? Nim degan qonsiq mushukning suydigim nima? Paykilga gap Voy, qilingizlar. bu dadamning do'sti. Haraq deb qapsizda. Bu da çapsa kaçayla. Ballarım aslı yugurunla. Onun güzellerini buzu etmezler. Sen çapsa gidiver git. Oy! Vay vay vay. Vay. Ana hammasi ketdi. Ay, Lamska! Sadık gel. Yaxshi, o'zing ham salomat Yaxshi. Qadir, mijozimiz yo'qmi nima? Taqdir meni mush cho'llik ekib tashlabdi. Xizmat taqsim qildik deb ekib qo'ygan yerini qarang. Uning ustiga odamning bizning boshlig'imiz bo'lib qolgani. Nima bo'ldi? Katta o'xshaydi. Qarab boqaychi. Asta, yiqilib ketmang. Asta, diqqat qiling. Asta. Baka. Bamiga. Asta. Baliska. Akilang, menga bering. Menga bering. Yanımızdan toydunuz mu? Nima bo'ldi? Bu degan Kadir. Chunqurliq ustivodan terak bo'y keldi. Akilang, menga bering. Akilang. Hamma. Uy. Kasimizni tugisi.
Bundan keyin diqqat qilinglar. Jiran Paşa qiz. Jiran. Bichara jonivar o'z urug' tuqqanlardan og'rilib, bizning punktga kelib qopti. Baxtsizligi o'tmish bo'lib qolsin. Kızım, ne buldu? Mücazın yok mu? Tam ağrıp gitti. Mehtarın neydi o? Putun ağrıgan bolsa, ben bugün düştüğün keyin seni kumga pıraycı mı? Çay iç. Mantika, bo'ldi o'zim ishlay. Sen dam al kızım. Yaxshi turibdi. Qizim, qanday? Hali yaxshi bo'lib qoldingizmi? Choy iching qizim, choy iching. Rahmat. Qizim, qumdan qaytib berib, bariga so'g'oq sut suyunib tashlamang. Terning ko'p chiqqanligi, qumning foyda qilganligi. Qaynoq suvni ko'p ichsangiz, chiqqan ter to'liqlanadi. Ko'proq choy iching qizim. Bu ne çapsın bu ne? O güle kiva tutup bu ne? Hey ayede çapsın bununla. Bununla çapsın. Çıkar bunu. Bu ne? Ne kapatın bu ne? Kuya. Ya ulan Abdullah.
Xo'sh emisi. Xo'sh, xo'sh. Bundan keyin ko'proq diqqat qiling. Xo'sh. Xo'sh. Yo'q, qizim. Xo'sh emisi. Yo'q, qizim. Qizim, bundan keyin o'zingni tashib etma. Xushal yur. Bu yerler güzel miken? Rast güzelge. Qarang, bu yerlerning hammasini biz yangidan ko'kartdik. Qarang bu yoqlarga. Atrapda o'stagininglar nima? U tarafga o'staginimiz yulg'un, qamqoq. Uning nersigacha? Bu yerlarni tek ko'kartmadik. Bu sizlarning tajribangizdan anglashmamdi. Shundaq. Bu yerlarni o'rmon balvig'i o'rab turdi. O't jeb tersak soy ketadi. Mevli ko'chat tikish kerak. Mana bu o'rmon balvig'ining shamol yo'linish tarafidagi qum barxanlari ustiga qamqoq tersak bo'ladi. Mana qarang. Bu yerning yer yuzi temperaturasi 56 gradus. Yer o'tir qatlam temperaturasi 50 gradus. Yer töven qatlam temperaturasi 62 gradus. Toshib ketdi. Bu yog'liq ajab chiroylikgina. Buni bir qiz hadiya qilganmi? Bu xatırni men beramsiz. Buningda jiq bilimlar borki. Bo'lmaydi. Nimishqa? Buni men bir qizga hadiya qilgandim. O qabul qilmay qaytarib etdi. Yog'liqni bergan qizmi? Ajab qipti, ha? Yo'q, uning gunohi yo'q. U bu yeshil yog'liqqa mush alvasti o'chig'ini bog' bostonliqqa aylantirish orzusini kashlab chiqqan. Bu yeshil yog'liqni ko'rganda meni aslan degandi. Bolg'ay kev qaqas qumlu
bayavan mı bahar mı dedim behri Algay deş bayavan mı bahar mı dedim behri Rüştimiz tutaş mengi kalbimiz güya yalkın bir cop biz kanatlangan yasaymiz yeşil dolkun bir cop biz kanatlangan yasaymiz yeşil dolkun Kadir! 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 Kadir bu tügün oya kaydırdı lan. Pırgıdan ses kınavatime. Mana singen lakım şu ki bayavan çöldeki yanta Bu yolla ilkide ömrüm vay ömrüm Bununla bar amal kanda Bu yolla ilkide ömrüm vay ömrüm Bununla bar amal kanda Ecep çöllegi yar buldum Ataldım çöldeki yanta Bu yolla ilkide daim vay daim Ötemu bu ömür şunda Bu yolla ilkide daim vay daim Ötemu bu ömür şunda Vay vay, tek pişmedim bu nenin es. Quruq gapni az qiling ha. Men kempit yang. Oy. Siz bek yaxshi jima. Atidan kashkichi men yontaqda berdigansiz. Ey, qo'lingizni tating. Mening siz Siz jima nimaga o'xshayman? Nong'ima? bulbulga, Qizilgulning oshig'i bulbulga. Sizchi? Menma? Ha, Qizilgulga. rasma. Ha, gel Sadık, gel. Sen yaxşı kep kaldın. Bak karızın gözü etip kaptı. Sen onu özən tepeye git. Sen bilirsen bunu. Bir qarab baqa. Nim degan cho'nqur. Unda osmon tushib qarab boqay. Nam kuyuptu. Ha? Uy, İssit. az gap qiling. Pa. Baya kutu, ne alay? Qo'lingiz ko'ydimi? Vay. Hey, qarang, bo'ron chiqib ketdi. Koy qapning og'zi echilibdi-da.
Sadık, qara. Adamını atab qechibdi. Sen berib Oyshamni qutqizib ol. Qarab tursan-ku, chaqqan bo'l. Ayşem! Ayşem! Sadıkka! Kolumu çapsa! Akila! Koy da! Tırrrr! Hop! Tırrrr! Tırrrr! Hop! Tırrrr! Tırrrr! Hop! Whoa! Whoa! Drrr! Korkma! Sen otur! Drrr! Hadi! Oysam! Gülxan, nega bordiz? Bo'ron to'xtadi, punktga ketyapman. Men doktorxonadan punktga borg'im degan. Chiqib olay. Nima qilamiz? Chiqib oling. Cho'roq o'tiringlar. Nima qilamiz? Oyijon! Mabda, tez bo'ling. Makina qochdi. Jasa bo'ling. Qo'rqma. Tez Qo'rqma, bo'ling. makina. Shu. Müştügün apırgıdın acaba bu ses gidimi? Hadi qo'rqma. Dan chiqqanda bu puroq mezlik tuyulganda. Bu degan bo'ron vaqtida. Oyijon! Turing. Oy, ne bu? Oy! Nima? Men bu. Ha? Sen bir adamı. Bu tügü yantaqni bu yer kirvaqini qarang. Nima qarang? Ha yigit. Bo'ron chiqqanda hamma odam sendek aman qolgan bo'lsa yaxshi bo'ladi-ku. Ha? Sadıkka. Ani götürdü. Sadıkka. Oy. Ben tengib qo'yay. Qo'lingdan tutivergan bilan bo'lmas. Yo'q. Nimishqa? Qanjiq chiqqas qanday bo'ldi? Nim qilganingiz bu? Eshitdimi? Demaydim. Bu
Yine ağrıvatanda. Yak. Oy, Reyhan'mıdınız? Kelam. Kelam. Sizler oturunlar. Ben çıkıp bakay. Yarınız iğir mi? Anca emas. Kelim, ben qaytadan tengip koyay. Bağlar hoş bırak çeşdi yayrab gül açar gönlüm Bağlar hoş bırak çeşdi yayrab gül açar gönlüm Beştimiz tutaş mengü Kalbimiz güya yolkun Bir cüt biz kanatlangan Yasaymiz yeşil duhun Reyhan, ne var siz? Siz meni nima qilmoqchi? Uning naqsini angla demoqchimi? Ne buldunuz? O mening naqshamni qanday qilib o'rganib oldi? Ben ögütüp koydum. Ben etsem, o yaxşı görüp ögünüp aldı. Onun yemizeyini. Bo'ldi, so'zlamayli qo'ying. Naqshamda bir jup biz qanotlangan deganimda, oshining bilan qanotlaning deganmidim. Reyhan! Reyhan! To'xtab turing. To'xtang. Asta. To'xtang. Ayşem degende miço, xuddi ağzını yemlep qo'ygandek yuratdi. Qachon Sodiq bilan tanishdi, shu kundan boshlab xuddi tog'aydek vichirlaydigan bo'lib qoldi. Texi uning naqshi etib ketganlarini demamsiz, kampiyanga? Sodiq sizga o'rgatmadimi? Nədikini ögütüdü? Bana faqat qamqaq, yantaq, kök tikan, aq tikanlarni da ögətdi. Men bu yerden ketime. Qadirmi ketidi? Hey Reyhangül, Qadirni tanımsiz? Ha? Voy, gepini qilmasaq o'zimi keldi. Riyon doktor. Hey, ne bo'ldi? Nima Cho'sam bo'ling. Ne bo'ldi? Memtikam qarzga tushib ketdi. Buning. Yarısı qandaroq? Oh, kelib bor. Voy. Memtikam qanday yaralandi? Qadirdan so'ra. Mening kasobatim. Hammasi mishning kasabiti. Tushdi. Haroqni chiqib o'ptikanman. Memtikam Bugün taz charchadingmi deymi qizim? Ya charchimidin? Voy dada, Qodirmi nima? Qodir! Oldingda ittifoqing ko'rsa. Kimma bu yoqqa? Yo'q. Shu ketsa. Kimma? Voy qanday qilmayapti voy dada? Voyjon, voy Qodir nima qilib tursa, bu da ishtiqdan tushib ketdi. Voy dada. Voy qanday qilmayapti adam bormi? Voy. Voy Qodir sen dadam qarab turmay adam chaqirib kelay. Voy buna Nimaga qarab bo'lmaganda? Kim bor? Qodir Ayşem buna ishlik. Buna nishi dilam. Bununla ishlik. Bununla chu. Mana. Buna keldik nishada. Men tushay. Matishinglar. Bununla chu ishlik. Ya, men tushay. Bununla ishlik, bununla. Qo'y tamam. Qo'yib o'tirma.
Oy dada. Dada qandaroq. Mamtika. Oy. Mamtika. Qadir nima qarab tursa uyga boraylik dadamni. Reyhanada dadamni doktorxonaga boraylikchi. Men qaytib berib, Mamtikamga pashadan do'ravatay. Hammasi mening kasobatim. Hiç gap yok. At qirisa müdürüdüğün bop qoludu. Saqıyıp gitme. Hiç gap yok. Reyhan. Men sizni kutaman. Eningizni naqsh etib beradigan qizingiz tursa, meni kutib nima qilatdingiz? Akalam, men alay. Astroq chiqing. Sadıqqa, aldınғы күні meni qutquzman deb yarlandınız. Bugün meni xato tushunib ranjib qoldingiz. Men oldingizda ko'p gunoh o'tkazdim. Ayşem, sizning dilingiz bak sunduq-ku. Har qanday odamning o'ziga tushliq dadi bor-da. Baxtsizlik hamon vaqtliq bo'ladi. Ayşem, bizning yashashimiz o'zimizning baxtli va xo'shalik uchun emas, balki ajdodlarimizning ishini davomlashtirish uchun.
Ha, bulan az. Hemen işte kaza yaxşı. Ay, hemen işte. Şurada Bundan olmaydigan da. Ha, çıkma. Ne dolduran? Hey Sadık, Ayşe bu şuncha gap qilsa unimay ayat qarab turdi. Siz berib chaqirib keling. Shundaymi? Oysani chaqirib kelaylik. He bolanglar ya, mashina chiqinglar. Degandek yaxshi bo'ldi ya. Buradan sizmi chiqinglar. Ayşem, ben tutkam şehirden gap etip verip, hemimiz bazar kırdıgan bulduk. Jurun, bili baraylı. Voy, Oysimidan nima bo'lyapti qarab tursiz. Juring ha, birga berib o'ynab kelaylik. Jurun, bili baraylı. Siz dadam meni tillaydi. Juring ha. Gulxon, faqat bog'im yo'q. Sizlar berib Birga kelinglar. berib o'ynab kelaylik. Voy, qanday bo'ldi siz Gulxon, meni damiz sog'lig'ina, ko'nglim bir Bulan to'lib. Ayşem'de bulan. o'ynab kelaylik. Ayşe, O chiqinglar. chapsa bo'lam. Chiqmay, Chiqing, tez bo'ling. Oy siz bormisiz qanday oldu? Siz bormisiz ko'nglimiz boshqa bo'lib qoldi ekan. Biroz qoldi. O juring ha. Faqat bog'im yo'q, ukam, chiqamashin. O juring bilib berib kelaylik. Shundaymi? Chiqing ha, ishimda. Çıkar. Etgende
Paşa, Nima? men ketmaydigan bo'ldim. Rostdan bu yerda qolaman. Nima deyapsiz? Qog'avadingizdan yinib oldingizmi? Odam deganda ozroq bo'lsa vijdon bo'lish kerakda. Mamtikam mening kasobatimdan ikki qitim og'ir zaxmlandi. Bu nima uchun? Bugun jo'ligandekdir gap qilyapsiz-ku. Paşa, bunu mu tushunib qolasiz? Ash kunni kutib. Mush nasbasqa yerda turavermanmi? Yo'q. Hargizmi turmayman. Men sizning turmaydiganingizni xeli burilib biletdim. Ketiman desangiz ketavering, to'simayman. Nima? Voy bulbulay, ko'nglingizda qizilgul degan nima yo'qmi? Ah, o qizilgul mushu ko'chatlar orasida o'sidi. Yo'q. Qizilgul azaldan gulzorlikda bo'ladi. Rasma? Albatta. Paşa! 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 Paşa dağıtıma! Ay! Hey! Mamtika, berib ketingiz a? Hech gap yo'q. Mamtika, endi men tushay. Akasla chapanni. Yo'q, sen tushsang bo'lmaydi. Suv bak so'g'oq. Chidayolmaysan. Endi azroq choy ichvasla. Ha. Akilon men qo'yib beray. Shunda qiling a, men. Zep, qanday charchidinglarmi? Yo'q, charchimidiq. Qandaqda da bugun tugaydigandakmi? Tugaydi qizim, tugaydi. Hammanglar g'ayrat bilan ishlayapsizlar. Ammo shunday ishlagandan keyin bu tugab ketadi bu ishlar. Ha. Qo'ying. Bo'lay. Tatınla! Maqta. Tatınla!
Oltaşlanlar ha. Pek pişmedin bu işinla. Acayip mi kosa kaçtı. Gülxan, bultur yaman emas işlegendim. Mukopotga bir ün algı, qog'iniga 10 putul haraq. Keşke çara qaraq davirdi ekansiz. Bir baraq bilan o'ntishanga, menga gap qilib nim qilatdingiz. Hey Gülxan, ançkin deb qo'ydim. O mushuk suydiginamda bekor versem ishmayman. Nasıl ishmamsiz? Anima. Sizsa. İçmeymen deydi de. Uzun bo'ldi bu naqshni etmag'ili. Yangi tekisi olaysam, saviyam yetmayapti. Keşlik kursunu bitirib olgan bo'lsam, yangi naqshda qo'latdim. Rost bir amal qilib keşlik kursini tugatib olsak yaxshi bo'ladi. Qadir, do'kon aylab chiqaylimi? Men kirmay, misha saqlab turay. Siz kirib chiqing. Undaq bo'lsa, men sud qilib chiqchilik, birga ketib qolmoqchimi? Ma'qul. Tezroq chiqing, men misha saqlayman. Hozirla chiqaman. Bo'ldi. Qadir! Ay Qadir! Qadir, bu yoqqa tushing, sizga gapim bor. Tushmayman. Gapingizni men anglamayman. Voy voy. Birli ig'iz gap, tushing. Qani anglab boqay, nima gapingiz bor? Siz tugining quyrug'ini yerga yetkazman deb ham xiyol qilmang. U qaqas yo'lda nima bor? Shaharga kelib eling. U quruq gaplaringizni anglamayman. Mana ko'rdingizmi? Mana bu quruq jangalning meyvelari. Oy, mana sıra. Mushu. Mana mushu. Hammasi jangalning meyvelari. Sıra. Qadir, nimancha yuvashlab ketdingiz? Tug'an yeringizdan bir qadam erkatmabsiz. Tizgindan chiqib ketgan otmi oxir bir kun yuvashlaydi-da. Yuvashlikdan o'tib xamish qaynab qolmang yana. Gülxan, boya gapingizdan qaragan xil o'zgargan o'xshamamdi. Rost o'zgardingiz. Endi Sodiqkamda qumliq to'g'risida nurg'un narsalarni o'rganib olsangiz, biz yo'tiga olgan olimlik beg'imizdan yaxshi usul oladi. Haris Qadir, yaqinda Sodiqkam qumliqda qari suv manbasini tekshirib bordi ekan. Siz boramsiz? Siz borsangiz albatta men borman-da. Biroq taqdirning quyini bizni nega olib tashib ekan deb ansirayman. Nimidan ansiraysiz? G'oylik bo'lsingizlar, bu quyun bizni bir yerga egab qo'ysimi, ajab emas? Cheksiz ketgan qum barxallari, ko'z yetmas qum dengizi. Mana bu qum tizginlash punkti shu qum dengizi ichidagi bir yeshil yaproq, bir kichik kema bo'lib, yoshlik bahorining hayoti kuchini namoyon qiladi. Qarang. Ratma-rat ishxona binolari, yotoqlar yoshlarning nafis san'at mahoratini gavlandirib turadi.
Bir yıl burun bu qaqaslıqqa tikilgan meyve ko'chatlari oqqan ter singan ajirlarni bekorga ketkizmadi. Umid ushqunlarini yalqunjatdi. Üzüm taxtlari buq baraqsan kichik o'rmon barpo qildi. Anarlar çiçekledi, encirmi meyve belgisi. Sadık, Ayşem, Gülhan, Kadirla, aram almadı, to'xtab qolmadi, ishidan hargiz qanoatlanmadi. Ular o'z emgak meyvelerini boshqalarga qoldirib, qum oqitini uzil-kesil tizginlash, xalqning hayoti va mol mulkini qo'g'dash yo'lida texmi ilgirlab yangi musofaga qadam tashladi. Bu da cho'qim yaxshi ishlar kelamiz. Çüş gördüm acep şirin, havada uçar gönlüm. Bağla hoş kurak çaştı, yayrap gül açar gönlüm. Yayrap gül açar gönlüm. Geçtiğimiz taş mengi kanatlangan yaslaymiz yeşil dolgun. Bir çok biz kanatlangan yaslaymiz yeşil dolgun. Su içelim. Buldu. Bugün kuni acib isib ketdi. Sum ilmab qapti. Shuncha issiqni qandaq magagansiz. Qarang, bu o'tning yildizi nayt uzun. O'l 10 cm bo'g'ini bilan yildiz 92 cm ekan. Bollarım! Oo, bollarım! Mana biz keldik. Jurum, Ayşe. Tez bo'ling. Mana. Ha, kelinglar. Ben qo'g'ina keldim. Issiqni hisobga ketdinglar. Memtka. Sıktajıp avarok size. Ha, ya. Deyman. Ben qo'g'iniga birdam ormeli bo'linglar. Voy, Gülxanımı çaqirib olaychi. Ha, chaqir qiz. Gülxan, Qodir, buyaq kelinglar. Ulan, Memtka qo'g'ina ketdi. Necep Voy, yaxshi. ajab yaxshi qipti. Shunda usab ketgandim. Bo'lsa Memtka kesdi. Voy, Usab ketgandim. Ha, man Sadık. Allah Sadık'a, Allah. Mana qizim. Ay shunda eling. Qodir, Aman. ma. Voy, rahmat. Ha, man sağ. Gülxan, ala. Voy, ilg'ansiz. Ala. Mana. Ajabni topgan kun. Ha, mana al. Voy. Rahmat, Memtka. Voy, rost tatlı ekan a? Bollarım. Ya ettigin emas, ya kech. Qoq tushchi ishligininglar nimasi? Mushundaq ishlaganda yovgiyaning qanchalik haroratga bardoshlik bera oladiganligini bilgil bo'ldi. Bollarım.
Biroq men sizlarning bardoshlik bermasliginglardan ansirayman. Nima bo'ldingiz? Hech gap yo'q. Boshqalarning salqinligi uchun o'zimizni mushundoq issiqqa otgan. Mamtika! Allah! Voy. Nima bo'ldi? Putimga tikan kirib ketdi. Sodiqqa, Gulxon qaytib kelmaydi-ku. Shuni demamsiz. Bir hafta bo'lib qoldi. Mamtikamdan kesilib qanday qaraqdi. Voy. Mamtikam bo'lmasa, biz qarg'udakli bo'lib qoldik ekanmiz. Siz turibmi qarg'u bo'lamizmi? Men qarg'u. Qayerda suv borlig'ini bilmayotmam dema. Shikamat tikan. Sodiqqa, mamtikam o't o'sgan yerda suv oldi degan-ku. Na. Tikan chiqaryaptingmi? Voy, gap og'irda. Nah. Qadir. Mamtikam yana ba'zi joylarda o't bo'lsa-mu, suv bo'lishini atayin degan. Qizim, men endi xil yaxshi bo'lib qolgandim, ha? Mamtika, siz bek charchab ketibsiz. Ot qiyrigancha ko'proq yo'l mang'iz keldi ekan. Men endi doktorxonadan chiqib ketsam bo'la? Yo'q. Bu qitim o'tgankidek o'g'irlikchi chiqib ketsangiz zodi bo'lmaydi. O'tgan navbat boshliq meni eyiplab, xizmatimdan qoldirib atgili tas qoldi. Yolg'on aytyapsan. Men ishonmayman. Yolg'on emas. Rost. Reyada. Ana Gulxon, siz yaxshi ko'radigan tamoqni yeb ketdi. Ha, keldingmi qizim? Qanday raqtada? Yaxshi bo'lib qoldimi? Xeyr yaxshi. Siz yaxshi ko'radigan to'g'ri go'sht yegandim. Ozroq yeb qamla. Ha, ma'qul. Ozroq ketib boraymi? Aka. Bu qitimqi mening og'rig'im bir qismila. Rayhon meni nima kasal ekan deydi. Rayhon odam yana oz deganda bolnisda 20 yil yotadi deydi. Ha? Nima? Qanchalik? Uning aytishicha, doktorxonaning boshlig'i silni chiqib ketmasin deb noyilik partkom tashkilot bo'limiga aytibdi. Sil bilan ayrim so'zlashdi ekan. Rost. Bu ishni sodiq o'tkazib bermay bo'lmadi. U yosh. Uning saviyasimi bor. Uni texmi egizroq uchib olsin degan edim. Rost deyildi da. Sodiq akamning gapini hech qaysimiz yurmaymiz. Qizim, sen qaytib berib, Sodiqqa yordamlashgin. Ma'qul edi-da. Mamtika, Karim. Doktorxonaning boshlig'i sizni yo'qlab keldi. Qanday, Mamtika? Yasla. Voy canım, qattiq Voy, Sodiq. Akalar qo'lingizni. Voy. Aysha! Seni ko'mayapti-da. Mayoqqa. Voy, ma'qula. Voy, ne gap qoldik Sodiqqa? Ko'zim eshitdimni ko'mayapti-da. Astag'firullah, ne ketgandu? Qodir,
Nim boldun? Beşim ağır git bardı. Ayşem! Kadir! Kopevkam, ulan izlep bakay. Vay, izdeyle. Yama uykum gelip git bardı. Kompas yokturdu o. Nime? Kompas yok mu? Kopam, Gülhan. Ey, kaptan! Tır, ya, tır, ya. Hey, qaram. Kapta qo'ngan yerda cho'qim ayshamlar bo'lishi mumkin. Tez bo'ling, juring. Ha, juring. Ey, ostroq. Sabiqqa! Ayşem! Gülhan! Ayshimda! Juring Ayşem'de sadıktanlar kevadı da. Gülxan! Babasına! Ya Allah ben sen köremendik ki de baba esirdik Ben zappek avarab ketdim. Uyak ketiptik. Qara Qadir, kompasni yutirib qo'ydik. Nima? Kompas yok mu? Qo'ydik. Emsiz izlep bakaylı. Yo'q. Nimishga? Akşam kecha izlab topamadik. Hey, qaranglar kaptargı. Ayşem'de buna keptirinizni qo'yib etdim. Ha, qo'yib etsangiz kendim bardı. Hey. Kaptar Qaranglar. qo'ngan joyda cho'qim suv bo'lishi mumkin. Juringlar. Ras, keptir qo'ngan cho'qim suv bo'ldi. Kadir, suv chiqib o'tamdi. Ko'lg'an siri quruqim chiqyapti da. Voy, Sadık'a maylik ketdi. Bulunla. Sadık'a. Abla. Voy, bulunla. Sadık'a. Aka qulni. Tatınla. Aka qul. Tatın. Sadıqqa. Aya gerek apraylı. Ay gapirayli. Ayağırak süreyli. Sadık'a. Gözünüzü için ha. Sadıqqa. Oy. Oy Kadir. Kadir ne bo'ldi endi? Kadir. Ay gapirayli. Oy. Mana da soy tushirib turing. Gülxan nimishib qotsa? Bu o'rning yerimini tundirsak saydaydigan joy topa olamiz. Bo'lmasa birdamdan keyin kun tik ko'tarilsa, odam chidig'li bo'lmaydi. Aysem,
helikopteringiz punkitga uchib bora oladimi? Balkim bora. Odatda uchib ketib 2-3 kundan keyin qaytib keladi. Voy. Men shu. Bo'ladi. Xotirjam bo'linglar. Biz darhol o'rnalashtiramiz. Birdamdan keyin tikuchar aeroplanda Mamtikam bilan qum tizginlash punktiga borsiz. Mamtikamning kesili bardoshlik bera oladimi? Buni siz bilasiz-ku. Bilaman. Mamtikam qat'iy bo'lmasam bo'lmaydi deb turilyapti. Ularning qayerligini shu Mamtikamdan boshqasi qiyos qila olmaydi. Doğrudan köperek evilim. Mening o'rnimga boshqa doktor bosib bo'lmasmi? Kelin. Ha, doktor. Mamtika, kelin. Reyhan. Nimaga qarab turibsizlar? Jiddiy tayyorlik qilib, tezroq yo'lga chiqaylik. Aeroplan kesilib mangamiz. 3 kun bo'ldi. Su içmedik. Yani bir gün tursak. Sadık, demeyle koyun. Taqdirning quyini bizni meshaga tashlabdi. Şundaq qıldı. Ay, Sadıkka. Ayşe. Sadıkka. Nemi deməkçi bo'lib bilyapman. Siz chiqib aeroplan qarmoqchi. Men chiqay. Gulxon, bu ikkisining holidan xabar ol. Ayşe.
Ayşem. Qaytib keldim. Sodiq aka. Kızım Reyhangül, siz tolu bir aram bulma. Biz ulanı çokum tapağalaymış. Yo'ldosh, bu yoqqa keling, tez bo'ling. Nima bo'ldi? Darhol oqimizni qaytaylik. Mamtikam bo'lmadi, tez qaytaylik. Ma'qul, ma'qul. Aytlan boshlig'i, oqi yondigan bo'lib qoldi. Oqimizga. Sodiq, baxtli bo'linglar.
Reyhan, men saqib qalgan turman. Yaxshi bo'lib qaldingiz. Boshqalar qani? Gulxon bilan Qadirlar doktorxonadan chiqib ketdi. Oyshamni birdamdan keyin ikkimiz birga berib yo'qlab kelayli. Sadiq. Mamit akam g'arb janub tarafda yaras suyba deydi. Mani ko'rib beqing. Bu joylarni aeroplan bilan ko'p aylandik. Siz bag'anda men birga yo'l boshlab boray. Rasma? Birga bormi? Birga bormasam zodi bo'lmaydi. Ma kiyimlaringizni yo'tkab oling. Çüş gördüm ecep şirin, havada uçar gönlüm. Bağlamış bırak çaştı, yayrak gül açar gönlüm. Bağlamış bırak çaştı, yayrak gül açar gönlüm. Reştimiz taş mengi, kalbimiz güya yalgın. Bir cüp biz kanatlangan, yassaymiz bir şey dolgun.